Sadriddin Ayni Markaziy Osiyo adabiyoti va ma'rifatparvarlik tarixida muhim o'rin egallagan buyuk siymolardan biridir. U o'z hayotini xalqni ilm-ma'rifatga chorlash, jaholatga qarshi kurashishga bag'ishladi. U oddiy oilada tug'ilib, murakkab hayot yo'lini bosib o'tdi. Ammo barcha qiyinchiliklarga qaramay, ilm olishdan to'xtamadi. Ayni uchun bilim ozodlikka eltuvchi yo'l edi. Uning asarlarida xalq hayoti, ijtimoiy muammolar va adolat uchun kurash aks etadi. Ayni o'z qalamini haqiqatni aytish, xalq dardini yetkazish uchun ishlatdi. U nafaqat yozuvchi, balki ustoz, olim va haqiqiy ma'rifatparvar edi. Uning xizmatlari tufayli yangi avlod ilm va tafakkur sari yuzlandi. Sadriddin Ayni merosi bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Uning asarlari yoshlarga saboq, ilhom va yo'l yo'riq beradi. Uning nomi tarix sahifalarida oltin harflar bilan bitilgan. Ayni bu faqat o'tgan davr siymosi emas, balki bugunning ham ustozidir.